Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 7 mart hafta kuniga shanba 2026-yil. Shanba kungi bozorimizda turibmiz. Obzorimizni boshlaymiz. Mana shu joylarimizni obzor qilishdan narsalar hamma yo'q, podrobniy tushuntirib, narxlari, telefon raqamlari hamma yo'q deb batafsil aytib o'tib ketamiz. Keyin kimga qaysi narsa ma'qul kelsa, shuni отдельный rasmini tashlab bering, videosini tashlab bering, siz tashlab berishimiz mumkin. Aloqaga chiqaversa, telefon raqamlarini oxirida qoldirib o'tamiz. Kanalimiz rivoji uchun bir dona laykni ayab, bir dona kommentariyani ayamaysiz degan umiddaman. Bir boshdan boshladik, demak, uголовimiz. Xo'p, yaxshi holatda, o'tirg'ichlari purjinali. Xo'p, ozgina kiri bor ekan, mo'yshiy materialda, taylari sondiq, kerak narsalar ketaveradi. Bu keyin spalni ham bo'ladi, 2 kishilik spalni bo'lish holati ham bor. Ichidan chiqadi. Joyimiz notekisligi uchun chiqarib ko'rsatolmayapmiz. Xo'p, bunimizning narxini 1.600.000 so'm, yo'q, mayli, 1.5 million so'm qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bir boshdan kirishni boshlaymiz. Shunaqa Italiyada ishlab chiqarilgan spalni garniturimiz. Bu shkafi 6 eshikli. O'rtalari taklov, ikkita chekkasi vishilkali bo'ladi. Ichlari ham oq. Haqiqiy Italiya mahsuloti. Holat yaxshi holatda, lekin ishlatilgan. Narxi ham arzon chiqadi. Hop, kravatlarimiz razmeri 1.80 ga 1.92 bo'ladi uzunligi. Hop, ikkita tumbichkasi, hammasi birga komplekti 3.5 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasini mutlaqo tekin qilib beramiz. 3.5 millionga dastavkasi vodiy bo'yicha tekin. Kishilik spalnimiz отдельный, bittasi bu yerda, bittasi nariyoqqa qo'yganmiz sig'magani uchun. Hop, bunimizning ikkitasini narxi 1.600.000 so'm qilib beramiz. Bu Bolgariyada ishlab chiqarilgan. Nomi Abduspakov, oyoqlari ham sherda oyog'iga o'xshaydi. Bundan ikkitasining narxi 1.600.000 so'm. Lekin import narsa yog'och bilan kombinatsiya qilingan. Mana ular ham полный yog'ochda bo'ladi. O'shalik kishilik spalnimiz, tay temirli, ortoped matras holati. Cho'tki holatda ozgina ishlagan, lekin temir bo'lmagan, karkaslar temirdan bo'lgan. Buni narxini qimmat deyishyapti. Sifat bor joyda narx umuman ahamiyati yo'q deyshadi-yu. Buni donasini 1.200.000 so'mdan qilib beramiz. Razmerlari 92, original ortoped bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bosh tomonlari ham yumshoq qoplangan. O'sha gap, narx bor joy, sifat bor joyda narx ahamiyatsiz deydi. Sifat вообще nima deydi? Cho'tki holatda. Tayponni temir. Profillari ham qalinidan qo'yilgan. Donasi 1.200.000 so'mdan. Kommentariyada o'z izohlarini qoldiringlar. Yana bitta spalni garniturimiz. High-tech fason deydimi? Lekin matrasi original ortoped, bunda ham holat yaxshi holatda turibdi. Bosh tomondan ko'rinishi. Ikkita tumbichkasi, shkafi ham kattagina, kupeyli. Trimosiga ahamiyat beramiz. Trimosi ham zamonaviy. Toshkent mebel, haqiqiy Toshkent. Bu tarafi murskoy vishilka, ikkitalik kichkina vishilka. Hop, tortmalarigacha bor. Tortmalari hammasi ishlaydi. Hop, polkasi 3 tadan. Bu tomoni jenskiy tomon. Ro'lilari ham yaxshi ishlayapti. Mana bu katta tomoni ayollarimiz uchun, uzun kiyimlar uchun. Tepasi taklov. Zo'r holatda turibdi. Ichi ham chuqur, hali vishilkada eshigiga tegib qolmaydi. Ahamiyat berib beramiz. Kiyimlariga ham. Spalnisning razmeri 1.60 ga 2 bo'ladi. Hop. Shpanelimiz razmeri 2.5 mi shunaqa atrofida edi, aniq esimda yo'q. Hop, buni narxi 4.600.000 so'm, 4.800.000 qo'ygandik, 4.600.000 so'm qo'yapmiz endi. Buni ichida dastavkasi tekin, uyingizga eltib borishi tekin. Faqat o'zingiz olib kirib olasiz. Hali vodiy bo'yicha dastavkasi Andijonda bo'lasizmi, Namangandan, Qo'qondan farqi yo'q. Dastavkasi bepul 4.600.000 so'm.
Keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorda ham kupe kutib olyapti bizni. Kupe Ispaniyadan shu. Vishilkali. Polkali. 4 tadan polkalari zo'r holatda. Endi bular ishlagan, aybi shu. Bu tomoni ham vishilka. Lekin matrasiga 5 ketaman shuni. Matras bor-ku. Вообще dahshatda matras, ikkita tumbichkasi, matrasi, shkafi и bu tosh oynasi, ya'ni trimosi. Ozgina ikkita chaqa-chuqalari bor, lekin muyum yaxshi holatda. Bu ham arzonroq variant. Xo'p, buni 4 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin. 4 million so'mga vodiy bo'ylab Qo'qonda bo'lasizmi, Andijonda bo'lasizmi, farqi yo'q. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar vodiyning ichida bo'lsangiz bo'ldi. Eltib berish, shopirlik xizmati tekin. Yana bitta spalniganli turimiz bor. Bu o'zimiz Andijon ishi. Ozgina ishlagan, holati yaxshi holatda turibdi. Bu yuzga olib kirishingiz ham o'ta oson, chunki bu 3 ga bo'linadi. Bu tarafi vishilka, u tarafi vishilka. O'rtasi polkali. İşlari yaxshi holatda turibdi. Bunaqa ko'p ishlamagan. Tortmalari ham hamma yo'q, ochilib yopilishlari joyida. Ikkinchi vishilka tomonini ham ko'rsataylik. Ikkinchi vishilka tomoni ham to'g'ri yaxshi turibdi. Bu qoshi yechilgandan keyin shkafimiz o'rtadan bo'ltga kelib 3 ga bo'linadi. Yuzga olib kirishingiz oson, mutlaqo yechib, usta xizmat, usta chaqirish yo'q, faqat ko'targan odam bo'lsa bo'ldi. Matraslar razmeri 1.60 ga 220 bo'ladi uzuni. Bu eng uzun spalnik hisoblanadi. Matrasning o'zining razmerini aytyapman, 220 uzuni bo'ladi. Tumbichka bu tosh oynasi. Turmosi ham kattagina. Pasti ham oynali. Bu yog'i ham oynali. Tortmalari ham yo'q, ochilib yopilishlari yaxshi. Kamchiligi yo'q. Bunimizning narxi 4,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Buniki ham shu katta narsalarni eltib berish xizmati bepul mutlaqo. Shopirdan berib yuboramiz. Siz shopirdan pulini berib yuborasiz. Shu. Poliski servantimiz ham bor. Bitta buni ham arzon qilib o'tib ketaylik. Buni adashmasam 800 ming so'm qo'ygandik buni. Chekkada turib qoldi. Polsha davrida ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsa 800 ming qo'yadi, 700 ming so'mga berib yuboramiz. Shunaqa katta 1,5 metrlik, uzuni 2.10 mikin shunaqa chiqadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yana bitta gap, dastavkasi bepul deganlarimiz, dastavkasi bepul, indamay o'tib ketganlarimiz dastavkasi ichida bas, отдельный bo'ladi dastavkasi. Shunga bitta ahamiyat berib o'tib ketasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Haligi 1 million 600 ming so'mga qo'ygan spalnimiz sherigi bo'ladi bu. Oyoqlardan tanib olsangiz bo'laveradi. Hop, 2 etajli so'rayotgan kuzatuvchilarimiz ham bor edi. 2 etajli, yog'ochli, Toshkentda ishlab chiqarilgan zavodskiy. Tagida beldamchilarini ham qaranglar, qarang nechtadan. Buni razmeri 80 ga 1.90 bo'ladi uzuni, kattalar razmerida. Hali 10 yosh, 13 yoshgacha yotmaydi, katta bo'lguncha yotaveradi. Buni katta bo'lishganidan keyin отдельный qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu shotisini yechib olsa, отдельный qo'yilaveradi. Xolasiz shoti bu tomonga bo'lmayapsiz, bu tomonga qo'ysiz, ikkinchi tomonga ham qo'ysiz bo'ladi bu tomonga. Chunki bu zavodskiy qo'l bola ish emas. Narxi ham arzonchi. Narxi 1 million 100 ming so'm. Matraslari ham macharkalik bo'ladi. Ozgina yupqa to'shay solsangiz bo'ldi. Solmasangiz ham bo'laveradi o'zi aslida. Endi biz o'zbekchilikda to'shay solmasa iloji yo'q. Narxi 1 million 100 ming so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, kishilik spalnimiz, отдельный. Ortoped matraslarda 90 ga uzuni 2 metr bo'ladi. Matrasning razmeri haqiqiy original ortoped bo'ladi bu. Qani o'rin bosar emas, lekin ortoped. Holatlari yaxshi holatda, yog'och bilan MDF kombinatsiya qilingan. Narxi 2 million so'm. Qiziqqanlar aloqaga chiqaramiz. Raqamlarni oxirida aytamiz.
kishilik spanliymiz. Oyoqlari temir oyoq. Ya'ni duralumin bo'ladi. Buni metall tushunadigan odam biladi. Duralumin qanaqa materialligini. To'liq quyma bo'ladi. Ichi pok bo'lmaydi. Bunimiz matrasning razmeri 90 ga 1.90 bo'ladi. Narxini 1.200.000 qo'ygandik. Endi o'sha narxda qo'yish yo'q, 1.100.000 so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bir kishilik spanli so'raganlar uchun bu Vengriya davlatida ishlab chiqarilgan yog'ochdan bo'lgan. Bu keraksa taklanib oppozitsiya ham bo'ladi. Razmerlari 83 ga 1.90 bo'ladi. Narxi 500.000 so'm. Lekin o'zi import. Aktiv Vengriya. Saydagi mahsulot Ruminiyaniki. Buni 700.000 qilib beramiz, 90 ga 1.90 bo'ladi. Bu ham taklanadi, bu ham yog'ochdan bo'lgan. Aloqaga chiqaverasizlar. Hamma obzor qilayotgan narsam o'zimizga qarashli narsa. Birov narsasini obzor qilganim yo'q. Telefon qilganingizda to'g'ri o'zimga tushasiz. O'zim bilan gaplashaverasiz. O'rtada bir vositachi, bir haligi zazordek odam yo'q. Prama o'zimga tushasiz. Telefon raqamlarimiz 91lik 681 94 19. Yana bitta qaytaraman. 91lik 681 94 19. O'rtada hech qanday vositachi yo'q. Prama o'zimning narsam. O'zimga tushasizlar. Ko'pchilik shu savolni beryapti. Siz blogermisiz yo o'z narsalaringizni obzor qilyapsizmi deyapti. O'zimning narsalarim bu. Biror narsasi bo'lsa boshqa nomerga qo'yaman. Telefon raqamlarini video pastiga ham qo'yib ketamiz.